faqat o'yin uchun narsalarni ko'rib sizlar ham charchab ketdinglarmi? Men sizlarga ofisning variantlarini endi ko'rsatmoqchiman. Bizda Rapo brendidan shunaqa skromniy ingichka metal korpusli klaviaturalarimiz keldi. Oq qora rangda o'zini shunaqa mishkalari ham chiqadi. Besprovodniy o'rtoqlar. Keyin alohida shunaqa Rapo brendidan bunaqa mishkalarimiz bor. Mana buni qaranglar, bir-biridan chiroyli. Simli komplektli kerak bo'lsa, ofislarga ham qilib beramiz o'rtoqlar. Operatorlarga, call centerlarga, logistlarga ham bizda naushniklarning xilma-xili bor o'zi ham. O'rtoqlar, kolonka desangiz kolonka, xolasangiz simli mana bunaqa mishkalar. Mishkani вообще xili ko'p o'rtoqlar, ofislar bemalol kelaverasizlar. Pastda adreslarni yozib qo'yganman. Mana buni ovozini bitta eshiting, mana buni qarang. Zo'rligini qarang. First player Neo o'rtoqlar. 3 xil rangi bor ekan. Ovozni lekin yorib qo'yganda. Bu premium model lekin o'rtoqlar. Kelinglar logistikali okalarga shunaqa besprovodnoy naushniklardan qilib bersin. Nima deysizlar? Mana ochiladi ham, mikrofonlari bor, dongolchalari ham chiqadi. Mana dongillari simsiz ishlatsanglar bo'ladi. Bu qulaylikni chargerli O'zbekistondan kelsanglar, hamma filalimizda bor. Mana bu yerda qaranglar, bunaqa kolonkalardan stolinglarga bitta eslatib qo'ysanglar bo'ladi xohlasanglar. Mana bunaqa dizayndagi chiroyli skromniy klaviaturalarımizdan kelgan qaranglar. Maza qilib ishlatasizlar, ham mexanika. Buni 87% bor, keyin mana 99% bor, mana qaranglar variantini. Keyin shunaqa naushniklarimiz trend bo'lyapti. Bemalol kelib, charjerning hamma do'konda olsangiz bo'ladi. Mana klaviaturani qaranglar. Mana klaviaturani qaranglar. Bu komplektni qaranglar, ichidan mushka chiqadi, klaviatura chiqadi, kovriklari chiqadi. O'rtoqlar, kelish kerak, ko'rish kerak. Past adresini yozib qo'ydim, hamma do'konimizda bor.